mavzuyimiz biznesga kirish kursining mohiyati, ahamiyati va obyektiv zarurligi hisoblanadi. Demak, ushbu birinchi mavzuyimizni birinchi rejasida biznesga kirish fanining maqsadi va vazifasini birgalikda o'rganamiz. Ya'ni ushbu fan, ya'ni biznesga kirish fanining maqsadi nimadan iborat va asosiy vazifalar qo'yilgan, bular nimadan iborat ekanligini ko'rib o'rganib chiqamiz. Demak, biznesga kirish fanining predmeti deganda biz nimani tushunamiz? Biznesga kirish fanini predmet sifatida biznes faoliyatini tashkil etish, ya'ni biznes faoliyatini tashkil etishda nimalarga ko'proq ahamiyat berish kerak va qaysi holatlarni o'rganib chiqish kerak. Keyingi navbatda esa rejalashtirish, ya'ni biznesni tashkil etganimizdan so'ng qay tartibda rejalashtiramiz. Ya'ni tashkil etish deganda bino inshooti qayerda bo'ladi, qayerda bu biznesni joylashtiramiz va albatta rejalashtirish tartibida qanday dastgohlardan foydalanamiz, xomashyo holatlari bo'yicha qanday ishlarni biz reja qilishimiz kerak va bu dastgohlarda ishlaydigan xodimlarni ham o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Albatta bu yerda raqobat deb yozilyapti. Raqobat holati xuddi biz ishlab turgan yoki o'sha boshlagan biznesimizni tarmog'ida albatta bozorda raqobatchilar mavjud bo'ladi. Ushbu holatda demak qanday raqobatchilar bor va raqobatning o'zi nima? Shuni o'rganamiz va mulk shakllari holati, ya'ni biznes boshlaganimizda albatta mulk shakllarini o'rganib chiqish kerak bo'ladi va kadrlarni tanlash, ya'ni qanday xodimlarni biz ishlatishimiz mumkin, ya'ni bizda biznesda qanday salohiyatga ega bo'lgan xodimlar ishlaydi va albatta bu yerda boshqarish deyilyapti. Albatta salohiyatli kadrlarni tanlash va u bilan birga ularni to'g'ri boshqarish ham yuqori ahamiyat kasb etadi. Biznesning bank xizmati bilan aloqalari, ya'ni siz biznes boshladingiz, qaysi banklar bilan ishlash mumkin bo'ladi va qaysi biri bizga ma'qulroq keladi, shularni o'rganib chiqishimiz mumkin. Uning moliyaviy holati, kredit bilan ta'minlash shakllari, biznes psixologiyasi, biznesda riskni boshqarish, dolzarb muammolarni o'rganish holatlari ham albatta bu yerda o'rganiladi. Albatta bu yerda e'tibor bergan bo'lsanglar, risk so'zi ishlatilyapti. Ya'niki har bir sohada risk bo'lganidek, albatta biznesda ham risklar mavjud. Endi bu risklarni albatta oldindan ko'ra olish va risklar holatini o'rganib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi slaydimizda ko'rishimiz mumkin, ushbu fanning asosiy vazifasiga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni biznesga kirish fanining asosiy vazifalari nimadan iborat? Ya'niki bu iqtisodiy bilimlarning amaldagi yutuqlaridan biznes faoliyatida maqsadga muvofiq foydalanish holatlarini ko'rishimiz mumkin va biznes xususiy tadbirkorlik korxonalari samaradorligini oshirish va uning iqtisodiyotdagi modernizatsiya sharoitida demak xalq farovonligini yuksaltirish yo'llarini ham talabalarga demak o'rgatish iborat. Ya'ni sizlarga o'rgatish maqsadga muvofiq bo'ladi bu vazifalar. Keyingi slaydimizda ko'rishimiz mumkin, asosiy o'sha biznesga kirish fanining maqsadi qanday bo'ladi? Ya'niki bu mamlakatimiz iqtisodiyotini erkinlashtirish va iqtisodiy demak islohotlarni chuqurlashtirish hamda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida xo'jalik yurituv subyektlarida biznes faoliyatini to'g'ri tashkil etish, ya'ni qanday to'g'ri tashkil etish mumkin deyiladigan bo'lsa, albatta bu o'sha boshqarish holatlari, demak rivojlantirish, biznes bilan shug'ullanuvchi korxonalar xo'jalik faoliyati hamda bozor konjunkturasi va unga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish va usullari bo'yicha bilim ko'nikma malakani shakllantirishdan iborat bo'ladi deyilyapti. Yuqorida aytilgan gaplarda slaydda ko'rishimiz mumkin, omillar degan so'zni ko'proq e'tiborga qaratadigan bo'lsanglar, sizlar boshlayotgan biznes yoki biznesga kirish fanida ko'rishingiz mumkinki, omillarni o'zi ham ikki turga bo'linadi, ya'niki ichki va tashqi omillar. Ushbu omillardan kelib chiqqan holatda biz o'z biznesimizga qay omillar ko'proq yoki bo'lmasada o'rtacha yoki aytaylik ta'sir qilish holatlarini o'rganib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, biznes tushunchasi va uning mohiyati haqida qisqacha to'xtalib o'tsak bo'ladi. Demak, albatta bu yerda asosiy joylarini gapirib o'tishga demak harakat qilamiz va yana o'sha bizni taqdimotimizni va yana o'sha mavzu matn holatlari ham berib o'tiladi.
ko'rishingiz bo'ladi albatta mumkin. Demak, biznes so'zi o'zi qayerdan kelgan? Bu demak biznes so'zi inglizcha so'z bo'lib, bu tadbirkorlik faoliyati yoki boshqacha so'z bilan aytganda kishilarning foyda olishga qaratilgan tadbirkorlik faoliyatidir. Ya'ni e'tibor qaratgan bo'lsanglar, foyda olishga qaratilgan deb aytilyapti. Ya'ni biznes so'zi o'sha aynan insonlar foyda olish uchun o'zining faoliyatidan kelib chiqib turib, soha holatlari bo'yicha demak ishni tashkil qilish, rejalashtirish va joriy etish holatlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi albatta bu biznes atamasiga juda ko'plab xorijiy, MDH va o'zimizning O'zbekistondagi olimlar ko'plab ta'riflar bergan. Bu yerda bir qanchasini ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni iqtisodiyot fanida biznes faoliyatiga doir dastlabki tadqiqotlar o'sha 18-asrda boshlanib, bu yerda mana Cantillon, Hugo, Keynes, Smith kabi olimlarning asarlarida amalga oshirilib boshlangan holatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bu demak o'sha berilgan ushbu tadqiqotlarni kitoblarda ko'rishimiz mumkin va ular bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, albatta fanni yana yaxshiroq o'zlashtirishimizga yordam beradi albatta. Endi hozirga qadar jamoatchilik fikrida biznes tushunchasi ham yana ishlatiladi, ya'ni ko'p ma'nolarga saqlanib qolmoqda. Ilmiy adabiyotda ushbu tushuncha haqida ko'pincha bu favqulodda hodisaning iqtisodiy, tashkiliy va ruhiy ta'sirlari turli bilan qarashlar, ko'plashdan iborat har xil tasavvurlar mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va albatta o'zingizda ham biznes haqida tushunchalar bor, ya'ni biznes deganda aytaylik ko'z oldingizga hozirgi holatda bozorda aytaylik mana juda ko'plab tadbirkorliklar, aytishimiz mumkin sohalar, tarmoqlar keng, ya'ni to'qimachilik sanoat korxonalarini ko'rishimiz mumkin yoki qurilish materiallarini ishlab chiqarilayotgan zavodlar, korxonalarni ko'rishimiz mumkin yoki aytaylik bu yerda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlarini yoki bo'lmasa o'sha avtomobil sanoatini ham misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bu yerda ham o'sha ishlarni rejalashtirish, aytaylik bu yerda o'sha ularni takomillashtirish holatlarini ham o'zgarib chiqiladi. Keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, biznes haqida kengroq ma'lumot berib o'taman. Ya'ni bu avvalo ishlab chiqarishni tashkil etish, ya'ni qandaydir bir tovarni ishlab chiqarishga qaratiladi. Endi aytishlariga tovar bu o'zi nima? Tovarga ham qisqacha bo'lsa ham izoh berib ketishimiz mumkin. Tovar bu demak o'sha sotish uchun mo'ljallangan, tayyorlangan mahsulotlar aytiladi deb bilamiz. Ya'ni iqtisodiy faoliyat va munosabatlar, hayotning o'zi, so'ngra esa pul ishlash demakdir. Ya'ni biznes xorijiy so'zdir. U butun dunyo bo'yicha tarqalgan, bundan barcha mamlakatlarda foydalaniladi. O'zbek tilida esa biznes so'zi tadbirkorlik, biznesmen va tadbirkor demakdir. Endi albatta bu xorijiy so'z ushbu holatdan kelib chiqib turib ham bu so'zlarni ortida ish, ya'ni ish bilan shug'ullanish yoki biznes faoliyatini tashkil qilish ma'nolari yotadi. Shunday qilib qisqacha qilganda biznes bu biznes faoliyatini tashkil qilish demakdir. Ya'ni sanoat, biznes faoliyati, savdo do'koni, xizmat ko'rsatish biznes faoliyatiga, auditorlik kontorasi yoki advokat idorasi, bank va hokazolarni misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi slaydimizda ushbu rasmni ko'rishimiz mumkin. Bu rasmda tadbirkorlikning xususiyatlari deb nomlanadi. Demak, o'rtada ko'rishimiz mumkin tadbirkorlikning muhim belgilari, ya'ni 5 ta holat bo'yicha ko'rib chiqilgan. Ya'ni tadbirkorlikning muhim belgilari sifatida birinchi navbatda resurslardan samarali foydalanishga intilish, raqobatbardoshlik deb berilganda, ya'ni resurslardan qanday biz o'z biznesimizda samarali foydalanishga intilishimiz mumkin. Albatta bu ishlab chiqarish jarayonida har bir holatga o'sha resurslar sarfini o'rganib chiqishimiz mumkin. Bu endi o'sha resurs sarfini kamaytirsak sifatga ta'sir qiladi degan tushunchalar ham keladi albatta. Biz o'sha sifatga ta'sir qilmasligi uchun albatta normalardan kelib chiqib turib biz foydalanish holatlari bo'yicha resurslarning eng samarali usullaridan foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchisi ko'rishimiz mumkin foyda olishga intilish. Ya'ni foyda olishga intilish holati bo'yicha qanday ishlar bajarsak bo'ladi o'z biznesimizda.
ko'rishga intilish. Ya'niki har bir tomonlar, ya'ni o'sha sizni biznesingizga investorlar kelishi mumkin boshqa davlatlarda. Yoki o'zimiz O'zbekistonda ham sizga investorlar topiladigan bo'lsa, ular sizga demak o'zini pul mablag'larini yo'naltirish orqali aytaylik sherikchilik holatlari ham mavjud bo'lishi mumkin. Har bitta bu jarayonda o'z biznesingizga keladigan manfaat, ya'ni o'sha foydalarni ko'rib, analiz qilib, tahlil qilib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi holat bo'yicha aytishimiz mumkin, boshqarish ko'nikmalariga ega bo'lgan holda aniq maqsad sari intilish. Ya'niki boshqarish ko'nikmalariga ega bo'lgan holda maqsad sari intilish deganda o'sha siz aytgan resurslar yoki aytaylik sizning ishchi xodimlaringiz, bino inshootingiz, o'zingizda ishlab turgan dastgohlar, bularni har bir holat bo'yicha ishlab chiqarishda to'g'ri qo'llash uchun boshqaruv jarayonini to'g'ri tashkil qilish kabi holatlarni keltirsak bo'ladi. Keyingi holatda yangilikka intiluvchi, tashabbuskorlik, yaratuvchanlik, ijodkorlik holatlarini ham biznesga joriy qilsak, albatta yuqori samaradorlikka va natijaga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni yangilik holatlari bo'yicha demak tashabbuskorlik, ya'ni hozirgi kunda ilg'or davlatlarda o'sha bizni faoliyatimiz, biznes holatimiz bo'yicha boshqa rivojlangan davlatlarda yaxshi natijalarga erishgan korxonalarda qanday yangiliklar mavjud? O'sha yangiliklarni qay biri sizni biznesingizga to'g'ri keladi va qay birida o'sha ko'rib o'rganib chiqqandan keyin o'zingizni tadbirkorligingizga joriy qilishingiz mumkin bo'ladi. Shularni aytishimiz mumkin bo'ladi. Va oxirgi holatda iqtisodiy erkinlik, mustaqillik, muayyan mulkka egalik qilish holatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ham bir qancha misollar keltirishimiz mumkin. Albatta, iqtisodiy erkinlik deganda aynan o'sha o'zingiz biznes faoliyatingizda o'zingiz aytgan reja bo'yicha holatlarni ko'rib chiqish va o'zingizni tadbirkorligingizga, biznesingizga joriy qilish holatlarini aytishingiz mumkin bo'ladi. Va qisqacha qilib aytganda bugungi mavzu holati bo'yicha xulosa ham berishimiz mumkin. Ya'ni biznes faoliyatini rivojlantirishdagi sharoitlarni yaratish albatta hukumat mas'uliyatidagi ish hisoblanadi va uning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar qatoriga davlatning iqtisodiy siyosatini, aholining ijtimoiy ahvolini, raqobatning shakllanish darajasi, tadbirkorlikning raqobatlantirish va boshqalarni kiritish mumkin. Albatta biznes faoliyatlarini davlat tasarrufidan chiqish va xususiyatlarda iqtisodiy islohotlarning yetakchi bugungi bo'lib, xususiylashtirish natijasida turli mulkchilik qatlamlari shakllanadi. Va albatta bu yerda aytishimiz mumkin, o'sha aynan biznes holatlarida o'zlari chiqqanda e'tibor berishimiz mumkin bo'lgan narsalar, albatta ularni to'g'ri rejalashtirishimiz kerak va yuqorida aytib o'tilgan sxema bo'yicha, rasm bo'yicha aytadigan bo'lsak, ushbu 5 holatga to'xtalib o'tib, to'g'ri ish tashkil qilinib, ekspertlardan ham xulosalar olinib, tavsiyalar va uzoq muddatdan siz boshlayotgan biznes holati bo'yicha tajribaga ega mutaxassislardan, texnologlardan yoki o'sha biznes faoliyatidagi ta'sischilar, ya'ni xuddi o'sha siz faoliyat olib bormoqchi yoki boshlamoqchi bo'lgan biznesingiz holati bo'yicha boshqa tajribali biznesmen holati, ya'ni tadbirkorlardan maslahat olish holatlari bilan ham albatta ko'plab muammolarni yoki oldingizda turgan aytaylik holatlarni yaxshi tashkil qilish va natijaga erishishni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi mavzuyimiz doirasida qisqacha sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz demak shulardan iborat edi. Biznesga kirish kursining mohiyatini, ahamiyatini va obyekti holatlarini sizlar bilan bugungi darsimizda o'rgangan bo'ldik. Albatta, sizlarni o'sha hozirgi mavzuyimizga oid holat bo'yicha yana qo'shimcha ma'lumotlarni PDF holatda o'sha mavzu matni yuklangan. Ushbu mavzu matni ham o'rganib chiqib, bu yerdan yana ko'proq ma'lumotlar olishinglar mumkin bo'ladi albatta. Demak, bugungi darsimizda